Atom tarkibi 3-qism. O'tgan videoda biz siz bilan atom tarkibidagi zarrachalarning zaryadlari va massalari haqida gaplashgan edik. Bugun esa mana shu zarrachalarning sonini qanday topish haqida gaplashamiz. Elektronlar soni qanday aniqlanadi? Atom tarkibidagi elektronlar soni elementning tartib raqamiga teng. Ya'ni misol uchun brom elementi tartib raqami 35, demak brom atomi tarkibida 35 ta elektron mavjud. Yoki marganes tartib raqami 25, demak marganesda 25 ta elektron mavjud. Ana endi yadro ichidagi zarrachalar, proton va neytronlar soni qanday topiladi? Protonlar soni elementning tartib raqamiga teng. Misol uchun rux elementi tartib raqami 30 va tarkibida 30 ta proton mavjud. Yoki qo'rg'oshin elementi tartib raqami 82, demak yadro tarkibida 82 ta proton bor. Ana endi yadro tarkibidagi ikkinchi zarracha neytronlar soni qanday topiladi? Atom tarkibidagi neytronlar sonini topish uchun elementning nisbiy atom massasidan uning tartib raqami ayriladi. Misol uchun alyuminiy elementi. Alyuminiyning nisbiy atom massasi 27, tartib raqami esa 13. 27 dan 13 ayrilganda 14, demak alyuminiyda 14 ta neytron mavjud. Ko'pchilikda adashiladigan bitta moment mavjud. O'quvchilar ham so'rashadi, ustoz, elektronlar soni ham, protonlar soni ham elementning tartib raqamiga teng bo'lsa, ikkalasining farqi nimada? Bu savol juda ham to'g'ri savol hisoblanadi, chunki rostdan ham ikkalasi ham elementning tartib raqamiga teng. Lekin farqi nimada? Birinchi farq, elektron yadroning atrofida joylashgan bo'ladi, proton esa yadroning ichida. Bu birinchi farq. Endi ikkinchi farq, elektronlar soni o'zgarib turadi, lekin protonlar soni hech qachon o'zgarmaydi. Plus bu elektron berish, minus esa elektron olish. Lekin juda ham ko'pchilik o'quvchilar bir-biridan bilan ajrata olmaydi, ya'ni adashtirib yuboradi. Tasavvur qiling, men kimgadir 50 ming so'm qarz berdim, ya'ni elektron berdim. U odam menga ertaga o'sha 50 ming so'mni, ya'ni elektronni qaytarishi kerak. Men plusdaman, nimaga? Chunki menga elektron keladi. Bergandan keyin menga qaytib keladi. Men plusdaman. Lekin men kimdandir elektron olib tursam, minusga kiraman. Nimaga? Chunki unga men yana qaytib berishim kerak. Shuning uchun plus bu elektron berish, ya'ni qarz berish, minus esa elektron olish, ya'ni qarz olish. Video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'lishni unutmang.